Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun 8 aprel 2026-yil Buxoro shahridan kelgan bemorimizning onasi bilan suhbat olib boramiz. Nabiyeva Sitora Bonu, diagnozi qanaqa? Nechinchi kelishingiz? Bizga kelishdan oldin qizingizni holati qanaqa edi? Hozirgi holati qanaqa? Shular haqida batafsil aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biza epilepsiya diagnozi bilan keldik. Buxoro viloyat Kogon shahridan. Qizim 20 yildan beri yugurtiramiz. 20 yildan beri natija bo'lmadi. Oxiri sheri YouTube'dan ko'rib, Shukrullo Jalilovni YouTube'dan ko'rib keldik. Allohga behisob shukr. Qizim yaxshi. Bu kishini tabiiy dorilari bilan zo'r natijalar bo'lyapti. Pankrorayd dorilardan olyapmiz. Umuman 2 yil bo'ldi. 2 yildan oshdi kelganimizga. Umuman isitmasi ham yo'q, shamollagani ham yo'q. Mazlardan olib surtyapmiz. 20 yil bo'ldi qo'liga unaqa ekzemalari bor edi. 20 yillik ekzemalari yaxshi bo'ldi. Jiyanimni o'g'ilchasiga Rossiyaga operatsiya qiluvdilar. Boshini yaralari bor edi, jiravikchalar bor edi. O'sha mazlardan olib boruvdim. O'sha ham zo'r natija berdi. Operatsiyaga yaxshi bo'lmagan. Boshlardagi o'sha nima jiravikchalar hammasi ketdi, qaytalanmadi. Natijasi zo'r. Hamma tabiiy dorilarni natijasi zo'r. Tabiiy dorilar demak, doktorimiz tayinlaydigan nomlarini aytib o'tsangiz. Pankrorayd, epikoroyd, sog'lom ichak, toza ichak, chiroyli qomat, ozdiruvchi malham, hammasidan ichyapmiz. Natijalari zo'r. Tabiiy dorilarimiz ichgandan keyin natijalar ancha yaxshi bo'ldi. Ancha 100% desam ham bo'ladi. Hozir nechinchi kelishingiz bizga opa? Biza endi 2 yil bo'lsa 7-marta kelishimiz. Hozir o'zingizda Buxoroda qayerlarga ko'rsatdingiz? Buxoroda o'zimiz nevrologlarga ko'rsatdik. Buxoro, Toshkentda ko'p klinikalarda ko'rsatdik o'sha nevrologiya. Hindistonga 14-yil Hindistonga ham borib keluvdik. Natija bo'lmadi. Bizni Shukrullo Jalilovni qayerdan ko'rib keldingiz? Sudurgiga qarshi stimulyator qo'ygan biza, chip apparat qo'ygan biza. 2 yildan beri turibdi, lekin foyda yo'q. Shu doktor Jalilovga kelib 3-kunga sudurgilari qolib ketdi. Qayerdan ko'rib keldingiz bizni doktor? YouTube'dan ko'rdik. YouTube'dan o'sha kuni ko'rdik. YouTube'dan o'zi 2-kunga biza shu yerga bo'ldik. Biza umidimizni uzuvdik. Endi tamom, endi 20 yil yugurdik, hech nima natija bo'lmadi. Endi taqdir peshona deb umidimizni uzgandik. Bu kishini ko'rib qoldik. Ana 2 yildan oshdi. Xudoga shukr, zo'r natijalar. Nasib bo'lsa bundan ham yaxshi qilib beraman deyaptilar. Bizani kayfiyatimizni ko'tardilar. Allohga behisob shukr. Yana ham yaxshi qilib beraman deb doktorimiz yana o'zingizdan bitta gapirib qo'ying doktorimizga. Rahmatingizni aytib qo'ying. Rahmat doktorimizga. Dorilari yaxshi ekan, mani yaxshi qildi. Yaxshi bo'lib qoldingiz ancha? Ancha yaxshi bo'lgan. Allohim shifo bergan rost bo'lsin. Hozirda biz sanatoriya Tozaxonimizda yotibsiz. Havolari qanaqa ekan? Manzaralar qanaqa ekan? Ajoyib havolar. Bular kislorodda, kislorod, shunday nafas olasiz, shunday odam onadan qaytib tug'ilganday bo'ladi havolari. Shunday chiroyli joylar, manzaralar, tog'lik tepasida shunday sanatoriya sharoitlari zo'r, Ko'nglingizdan chiqdi hamma narsa. Albatta. Doktorimizga aytadigan minnatdorchiklaringiz bo'lsa aytishingiz mumkin. Doktorimizga endi nima deyishni so'z bilan aytib yetkazish mumkin emas. So'z bilan nima qilib bera olmayman. Iloyim 100dan oshsinlar, bizani bemorlarni boshiga hamma vaqt sog' bo'lsinlar, oilalarini boshiga sog' bo'lsinlar, hech ham kasal bo'lmasinlar. Bizani boshimizga sog' bo'lsinlar bemorlarni. Xo'p opa, rahmat.
qizingizni dardiga Allohim shifo bersin. Allohim. Sababchisi bizni Shuhra Jalil bo'lsinlar. Rahmat. Hurmatli obunachilar, kimdada shunga o'xshash kasalliklar bo'lsa, o'ylanmasdan olib kelishingiz mumkin. Albatta, Rahmat albatta. opa, sog' bo'ling.